Hammaga assalomu alaykum. Obyektimizda ishlarimizni yakunladik. Bu tomonga hali o'tganimiz yo'q. Bu tomon tayyor bo'lsa, mana bu tomonlarda ham hali devorlar, pergorodkalar bo'ladi. Undan keyin kelib bu tomon obzorini qilamiz. Hozircha maktabning ichini montajini tugatdik. Xo'p. Ishlardan keyin mana kulchatul koridorda ishlari. Kabel tortishlarini tugatdi. Endi shu vaqtdan keyin kelib podrezetnik fikushka shitlarni uстановка qilamiz. Fankolar rozetkalari va xonamizning ichining montaji. Kabellar va plitani orasidan o'tkazilgan. Bilmaganlar uchun plitani har bitta plitada 6 tadan 5 tadan teshik bo'ladi, hammasi har xil. O'sha teshiklardan truba o'rnida foydalanib o'tkazib yuboramiz. Keyin ledlar qo'yilganda patolog o'rnida tekislanib bo'lib ketadi. Xo'p, davom etamiz. Xonalarimizda ham mana montajlari bitgan. Bu yerdagilarni shitimiz bo'ladi. Mana bularni shitimiz tepaga betonlar chiqarilgan. Bu yerda mana podземный kabelcha tepa betonga qotirib chiqqanmiz. Bu yerda bitta 3 fazali pechka bo'lar ekan. O'shanga ketgan. Qotirib chiroyli qilib chiqilgan bu ham. Xo'p, davom etamiz. Patolog освещение kabellari uni. Patologimizning kabellari. Kabellarning tortilishiga e'tibor berasizlar, akkuratni qilingan. Mana hamma xonamizda fankolar uchun rozetkalar va qolgan montajlari qilingan. Montajimiz beskorob eslatib o'taman. Xo'p, bu yerda ikkinchi darajali shit plasmas o'rnatiladi. Tomga chiqarilgan betonasi. Montaj ketgan shitdan. Har bir xonani ko'rsatib chiqdim. Hamma xonamizning montaji, kabellari xudo xohlasa ideal darajada yopishtirib tortilgan. Suvoqchilarga xalaqit qilmaydigan qilib. Obyektimiz bir etajli maktab. Kattaqo'rg'on tumani da joylashgan. Mana shu bir etajli maktab va to'g'ridagi sport zal. Shu to'g'ridagi sport zal montajlari, общий sonli paneli bor, 20 kW, kameralari bor, 14 ta. Hammasi elektritsizlar bilan 12 million so'mga dogovor bo'lgan. Qurilish ishlari Xudo xohlasa yorug' yuzda tagiga yakunlab beramiz. Kanalimizga kuzatib boringlar. Montajlarimizni ko'rsatib boramiz. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.